Assalomu alaykum akalar. Bugun yakshanba 19-mart. Yomg'irga qaramasdan mana bugun sizlar uchun video olyapmiz akalar. Ishimizni chiroyli qilib baholab like qilishga unutmaysizlar. Bugun itlarimiz ko'p chiqqan. Ko'pincha ovchi itlar chiqdi, daberba, pitbull, har xil itlar bor. Yakshanba kuni qatta bo'ladi bozor videolarga 5 bo'ladi. Mol bozorning ichida it bozor joylashgan. Ko'pincha qaysi blogerlar payshanba kuni, yakshanba kuni bo'ladi xolos akalar. Yomg'irda mana sizlarga videolar qilyapmiz. Iloji boricha like qilishga unutmaysiz. Akalar, bozorimizga kuzqor chiqdi. Erkak 10 oylik, o'zi ishlaydi, javob beryapti. Narxlari 700 ming so'm. Alabaychamiz 2 oylik, narxlari 100 dollar beryapti. Buni ham aka qo'riqchilikda qilyapti. Yaxshi erkak. Holatlari zo'r. Chixvahua. Bu qo'llarda kichkina o'sha qo'lda turishini qaranglar akalar. Mana. Kichkinagina kuchuvchi. Narxlarni 1,5 million so'm deyapti. Yoshlari 1 yosh. O'tga. Daberma. Daberma qancha ekan aka? 1,5 million deyilyapti. Yoshi necha yosh? Yoshi 1 yasharga borib qoldi. Holatlari yaxshi. Odamga tegmaydi. Qo'riqchilikka daberma so'rayotganlar mana. Holatlari udar. Aktiv, quloqlari kesilgan. Narxlari 1,5 million. O aka. Diraxar 1 million so'm deyilyapti akalar. Diraxar onasi ham, otasi ham, bolalari bilan hammasi sotiladi akalar. Juda ham aktiv, o'yin qaroq, hammasi o'yga ishlaydiganlar aka. Afcharkamiz. Tek afcharkamiz ozmoz komandalari bor. Juda ham aqlli, urg'ochi. 50 homilador, o'zimiz erkak afcharkamiz oldida turgan. Holat zo'r. 100 dollarga berib yuboramiz. Mana urg'ochi. Urg'ochi diraxarimiz. Holatlari zo'r. Mana men begonaman. Kelib bemalol silayapman. Soqolli itlardan-da bular. Million narxini 1 million so'm deyilyapti. 1 million so'm. Mana bolachalari akalar. Holatlarni qaranglar, holatlarini. Juda mehribon, chiroyli kichikchalar ekan. Narxlari bolachalarni ham 1 million so'm. Ovqat yeb, maza qilib yurish. Husky narxini 700 ming so'm deyishyapti. Ukamiz olib chiqibdi, erkak. 500 minglarga berib yuborishadi akalar. Telefon qilaveradi. Bozorimizga shunaqa qo'riqchi itlardan ham chiqdi. Ular dumlari kesilmagan qirg'iz kuchuvchalarida bular. Narxlari 500 ming so'm deyishyapti. Erkak. Misollar nechi pul aka? Misollar 400 ming so'm. Bunisi 500 ming so'm aka. Bu bir çeker mi? Hatta kol yuşak koşatsı burada. Bana Allah barçalar. Urg'och, hammasi urg'och chiqadi mana. Narxlari qarorchi 100 dollardan deyishyapti. Hammasi urg'och, ko'ralasiz. Necha oylik? Necha oylik bu aka? 1 oylik bo'ldi. 1 oylik bo'ldi akalar. Pitbull. Buni eshitishimiz bo'yicha liniyalar toza deyilyapti pitbull. Urg'ochi. Necha yosh bo'ldi bu aka? 3 oylik. 3 oylik. Urg'ochi yaxshisidan. Narxlar nechi pul?
$100 deyishyapti. O'sha setkani ichida xohlagan kuchingizni topsalaring bo'laveradi. Qo'riqchilikda ko'ryapsizlar. Bunaqa qozoq kuchukchalar ham bor. Mana pitbulllar bor, urg'ochi 500 ming so'mdan qo'yadi akalar. Pitbulllar. Mana unimi yo'q. Bitta g'ash kelib qoldi. Ana siynisini topib oldingizda. Mana kuchukchalar, har xil kuchukchalardan bor. Qanaqa bu? Mana xatikkoni 1,5 million so'mdan sotishyapti mana. O'shagani ishlab olyapti. Bu pudellar. O'sha pudellar 3 million so'm narxlari akalar. Bozorimizda hozircha shu ishlar. Yangi Akalar yana bitta draxtar bilan kuzxarni bolalari deyishyapti. To'g'risi bu kuchukchalarni ko'rdik. Onasi kuzxaru, menimcha otasi shu chatish bo'lsa kerak. Tozaga o'xshamayapti. Bularda 600 ming so'mdan deyilyapti, urg'ochlari qopti. Yani 500 ming so'm bo'ladigan narx deyishyapti. Urg'ochlari